Assalomu alaykum Ergash aka. Ergash aka katta qiz-ku. Assalomu alaykum aka. Uzr adashmang, kichkina qiz ekan. Men o'g'il bolaman. Yo'q-e? Mana shuni yozib qo'y. Amaqim aytgan, umuman qarzga yozmadi. Qoraqing aytsam yozib tur. O'rta yaxshimisan? Bormisan? Uncha kech qolib yuribsan? Dadam ish aytuvdi. Qilmadingmi? Dadam o'zi qilagan. Ish qilmaganingami? Ishda. Ha, ishda. Ona qani endi? Darmetlar qaranglar nima topib oldim. Kim bu qizcha? O'g'il bola ekan. Ha, yo'q, o'g'il bolamisan? Ishonmayapsizlarmi? Yuringlar davay. Ko'rdinglarmi? Shu pasport shu yerda ko'rsatsang ham bo'laydi-ku, nima ekan deb. Bitta farq topinglar. Yoshing katta. Yo, yaxshiroq qaranglar. Ha, boshing katta. Tarmayet. Shaharlikmisan? Ha, Sergelidanman. O'zimizdan ekansan-ku, Navoiyga yaqin. Bor, tog'aqing izlab qolmadin. Amaqing. Hakni savol. Simichka g'iybat. Yig'ishtirek. Bo'ldi, tashlaymiz. Semichkani tashlaymiz-da, mana trenddagi kollej vechirilligini yeb, g'iybat qilamiz. Tabiiy mahsulot ekan, yosh bolalar uchun ham zararsiz. Yosh bola emasmiz-ku. Zato panetking deysiz-ku. Garang. G'iybatni tashlash kerak deyapti. Hammasini boshidan boshlaylik. Boshidanmi? Bo'ldi, narigi sinfdoshimiz yerdan qaytib ketdi. Nima deyapsan? Hammasini shundan boshlaganmiz-ku. Jinimizdan Ilhom akani qizi qaytib kelgan. Shundan boshlaganmiz. Eslab ko'r, ha. Ilhom aka qiziqaysiz? Sana bormi? Ha. Yoshing bormi? Ya, nosni ham kartaga sotgan, ololmayapman. Endi karta olish uchun ishga kirish kerak. Bitta nos uchun ishga kirmayman-ku. Undan ko'ra nos tashlayman, ancha-muncha pul tejalar. Unda ichishni ham tasha. Ya, uncha pulni nima qilaman? Yangi qo'shiq yozdim, eshitdinglar? Siz qo'lingizga asbob, sizniki tormi? Sizniki tormi? Yo'q, meniki dutor deydi. Buni ikkitasi aytib bo'ldi. Yo'q, bizadan battar darmetlar bor ekanda.